Assalomu alaykum hurmatli Shavkat Miramonovich Mirziyoyev janob oliy. Men Sharapova Sevaraxon Abdumannapovni, sizni qizingiz. Siz meni juda ham yaxshi bilasiz. Farg'ona viloyati Oblonosiga keldim. Mana chiqib ketdilar, qo'qib ketdilar. Haqiqatda oshkora aytgansiz siz Shavkat Miramonovich. Agar adolatli bo'lsa, haqiqat bo'lsa, siz prямой efir qilavering deb o'zingiz aytgansiz Shavkat Miramonovich. Hammamizga ruxsat bergansiz. Men adolat talab qilyapman. Chunki ta'lim bizning yurtimizda, umuman hamma yurtlarda ta'lim birinchi o'rinda turadi. Qachonki bizda ta'lim sifati yaxshi bo'lsagina O'zbekistonimiz rivojlanadi deb o'zingiz aytgansiz. Shavkat Miramonovich, men hozir kelib video qilib, chunki men ishonmayman bularga. Har safar ishni yopib qo'yishaveradi, Ablano mana Dolimov, Sherzod aka deganlari. Mana hozir ular ham mendan ruxsat so'radingizmi dedilar. Lekin sizni ochiqlik siyosatingiz bor Shavkat Miramonovich. Nimaga mutasaddilar, rahbarlar ochiqlikdan qo'rqadi? Nimaga mana mehnat bandiligida akamiz bor ekanlar, ular qo'rqmayaptilar? Men juda xursand bo'ldim ulardan. Nimaga? Chunki jarayonda syomka qilamiz dedilar. Nimaga? Chunki bular chestni bo'lsalar kerak, qo'rqmasalar kerak. Qonuniy ish qilsalar kerak. Lekin noqonuniy ish qilgan, albatta qo'rqadi syomkadan. To'g'rimi Shavkat Miramonovich? Shavkat Miramonovich, вы сами дали свободу слова. Я вот shunga amal qilyapman. Men ham ayolman. Onaman, yolg'iz onaman. O'zim harakat qilyapman. Buni men обязательно YouTube kanalimga joylayman. Men faqat adolatni talab qilyapman xolos. Siz o'zingiz aytganingizdek, adolat, yana adolat. Mana hujjatni olib chiqing deyishdi, dedim. Hujjatni olib chiqishmadi. Haqqim bor. Mana hozir mana hujjat olib chiqinglar deyishdi. Hujjatni topshalmayapti shekilli mana. Abdujabbor aka deganlari hujjatni topolmayaptilar. Hurmatli prezident. Mana, qani hujjat? Topolmayaptilar 15-bog'chani hujjatini. Topolmayaptilar. Hatto meni hujjatimni chig'iriqdan o'tkazib olishgan. Undan tashqari Dolimov janoblari stavkani oshirdilar. Mana 102 qiladiganlar haqiqatni chaqirgani uchun, chaqiring 102 ni chaqirar ekanlar. Haqiqatni oshkora qilgani uchun. Hujjatni bersinlar. Ko'raman, meni ixtiyorim, meni ishtirokimda deganman. Shavkat Miramonovich, manaqa shantajist bo'lib ketgan bular. Bular shantajist bo'lib ketgan. Bular nima deyapti? O'zini juda vallomat deb hisoblayapti shekilli. 102 qilib berib yuborishdan oldin 102 ga hujjatni taqdim qilib qo'ysin. Пожалуйста, keyin bemalol menga 302 qilsin.